Tolibboyvachchaning 4 yashar nevarasi boloxonadan yiqilib tushib nobud bo'libdi. Shom namozidan oldin janozaga o'tinglar. Maqsud bu xabarni eshitib, xuddi norasida go'dakni o'zi o'ldirib qo'ygandek sarosima va vahimaga tushdi. A'zoyi badanini dahshatli titroq chulg'ab, qora terga botdi. Qo'lidagi yumushini tashlab, ichkari uyga ovoz berdi. Onasi, bu yoqqa qarab yubor. Labbay dadasi, tinchlikmi? Latofatxon hayallamay erining huzuriga chiqdi-yu, uning rang-ro'yiga qarab kapalagi uchib ketdi. Voy o'lmasam, sizga nima bo'ldi? Dadasi, mazangiz bo'lmayaptimi? Rangingizda rang qolmabdi-ku. Tinchlan, tuzukman onasi. Maqsud aybdorona qiyofada xotiniga termuldi. Tolibboyvachchaning 4 yashar nevarasi boloxonadan yiqilib tushib nobud bo'libdi. Voy tavba, xudoyim-ey, yiqilib tushgunicha qarab turaverishibdimi? Onasining ko'zi qayoqda ekan? Latofat yerga o'tirib qoldi. Dam yosh bolani o'z holiga tashlab qo'ygan beparvo onadan yozg'irsa, dam begunoh bolada nima ayb, ey xudoyim, deb yoqasini tishlardi. Birozdan keyin sekin eriga qaradi. Dadasi, o'shanda Tolibboyvachchadan ranjib uni qarg'agandim, lekin norasida go'dak nevarasini qarg'amagandim. Xudoning ishlari g'alatida dadasi, gunohning kasri begunohga uradi. Maqsudning boshi kattaroq solindi. Erta bahor, iliq kuzda pillasi ingichka uzilib, yo'g'on cho'ziladigan payt. Ustachilik bilan ro'zg'or tebratadigan Maqsud tagi ko'rinib qolgan ro'zg'orini nima bilan to'ldirishni bilmay boshi qotib yurgan kezlar edi. Qishdan ortib qolgan 3-4 bankka konservalangan pomidor, bodring, murabbo va turshak bilan 4 bolani aldab, avrab o'tirgan Latofat ham erining og'ziga iltijoli qaraydi. Maqsud 1-2 marta asbob uskunalari solingan xaltasini yelkasiga osib, shaharga, Mardikor bozoriga ham chiqib keldi. Tayinli ish chiqmadi. Qo'lidagi 3-4 so'm pulni yo'l kirasiga sarflagani qoldi. Shunday mustar kunlarning birida Tolibboyvachcha viqor bilan darvozadan kirib keldi. Takabburona qiyofada qo'l uchida Maqsud bilan salom alik qilgan boyvachcha kenja o'g'liga uy tiklamoqchiligini, qishloq chetidan uy qurish uchun yer olganini aytdi. Ishni ertadan boshlasangiz ham bo'ladi, dedi. Tolibboyvachcha salmoq bilan, eshitishimcha brigadangiz bor ekan. Juda unchalik brigada desak ham bo'lmas, xijolatli kulimsiradi Maqsud. Uy tiklamoqchi bo'lganlarga osonroq bo'lsin, ish tezroq unsin degan maqsadda 3-4 duradgor shogirdimiz, beton quyuvchi, g'isht teruvchi va bo'yoqchi ukalarimizni yiqqanmiz. Xo'p desangiz, ertaga uy tiklamoqchi bo'lgan yeringizga birgalashib boramiz. Qanaqa uy qurish kerak, nima qilish kerak, hammasini gaplashib, kelishib olamiz. Yaxshi bo'lardi. Tolibboyvachchani kuzatib qaytgan Maqsudning quvonchi ichiga sig'masdi. Ostonada yuzida xavotir aks etgan Latofatga ko'zi tushib, xursandchiligini xotini bilan bo'lishgisi keldi. Hammaning rizqini o'zi yetkazadi onasi, Tolibboyni Xudoning o'zi yetkazdi bizga. Ertadanoq ish boshlaysizlar, deyapti. Ish haqimizdan biroz miqdorda olaman, ro'zg'orga ishlatasan. Dadasi, Latofat yerga ko'z tikkan ko'yi mulohaza bilan gap boshladi. Bu Tolibboyvachcha haqida har xil gaplarni eshitganman. Ko'pchilikni norozi qilgan ekan. Tag'in o'zingiz bilasiz-ku, ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Yaxshi niyat qil onasi. Maqsud garchi xotinining gapidan so'ng ichidan qirindi o'tgan bo'lsa-da, sezdirmaslikka urindi. Odamlarga qo'yib bersang, tili bilan qanday balolarni boshlamaydi. Undan ko'ra duo qil, ishimiz o'ngidan kelsin. Ish boshlagan kunlari Maqsud sevinganidan yer-u ko'kka sig'may uyiga keldi. Onasi, aytdim-ku, odamlar bilib bilmay har gapni gapiraverishadi deb. Mana ish boshlashimizdan avval Tolibboyvachcha ish haqimiz uchidan ulush berdi. Ishchilarga ham tarqatdim. Mana buni olgin-da,
ertaga o'g'ling bilan ro'zg'or qilib kel. Nima kam ko'sting bo'lsa hozircha shuni yetkazib tur. Bu yog'iga ishni tezlashtirsak, yana qo'lga pul tushadi. Endi men erta ketib, kech qaytaman. Bolalarga yaxshi qara. Qo'ylarni yem-xashagini vaqtida beringlar. Sigiring erta-indin ko'zi yoriydigan suvidan xabardor bo'linglar. Kechqurunlari albatta sigirni og'ilga kirgizish esingdan chiqmasin. Maqsud shogirdlari va yoniga kirgan boshqa ustalar bilan ishga kirishdi. Har kuni ertalabdan Tolibboyevachcha yangi tiklanayotgan imoratni tekshirib ketadi. 3-qavatga boloxonaga o'xshagan ayvon quring. Usta panjarasining orasini kengroq qo'ying. Yog'och panjaraga naqshlar soling. Zinapoyaning tutqichiga ham naqshlar tushiring. Xuddi qadimiy saroylardagi naqshlarday bo'lsin. Maqsudning ishdan ko'ra har kuni takrorlanadigan yod bo'lib ketgan gaplarni eshitish charchatdi. Bir tomondan ish avvalida Tolibboyevachcha bergan pul ham allaqachon tugagan. Latofatning yuz ko'zidan ro'zg'orda hech vaqo qolmadi, nima qilay degan ma'no sezilardi. Buning ustiga Maqsud bilan sheriklikdan ishlayotganlarning ham oilasi, bola chaqa ro'zg'ori bor. Maqsud usta boshi sifatida bir necha marta Tolibboyevachchaga pulga ishora qilib gap ochdi. Ammo har gal nimanidir bahona qilib ish egasi puldan qochardi. Ishni tugatish arafasida Maqsud Tolibboyevachchaga ish haqidan gap ochishga taraddudlandi. Boyaga aytganingizdek uy tiklandi, tomi yopilib poli qoqildi. Bo'yoqchilarimiz ham ertaga kechgacha ishni tugatamiz deyishyapti. Ishimiz sizga ma'qulmi? Tolibboyevachchaning avval peshonasi tirishdi, so'ng ensasini qashlab, "Bo'ladi, uka, bo'ladi. Ish qilib imoratni pishiq puxta tikladilaringmi? Erta bir kun ko'chib o'tgandan keyin biror gap chiqmaydimi?" "Aka, bu nima deganingiz, tushunmadim." Tolibboyevachchaning savolidan ajablandi Maqsud. "Zarur ashyolarni o'g'irlamadilaringizmi deyman-da." Usta Maqsud ustaning a'zoyi badaniga titroq yugurdi. O'zini arang qo'lga olib, "Tolib aka, sizni tushunmadim. Qachon birovning haqqiga ko'z tikkanimni ko'rgandingiz? Siz ozmuncha gunohda ayblayapsiz bizni. Yangi hovlining kaliti sizdan boshqa kimda bo'lgani?" "Sizda?" Maqsud hayron bo'ldi. "Unda men o'zimning molimga o'g'ri bo'larkanman-da, a? Tushunmadim. Nima, qachon o'g'irlanibdi? Bundoq tushuntiribroq gapiringchi." "Sizlar qurilish ashyolarini o'g'irlagansizlar." Endi tap tortmay baralla gapira boshladi Tolibboyevachcha. Uning ovozini eshitib boshqa ustalar ham ayvonga kelishdi. "Har kuni 3-4 marta qo'ng'iroq qilasiz. Tolib aka, sement yetmay qoldi. Tolib aka, ustalar bekor o'tirishibdi. G'isht kerak. Tolib aka, mix kerak. Tolib aka, yog'och yetmayapti. Tolib aka, bo'yoq. Tolib aka, tunuka. Bitta uyga 3 ta imoratga ketadigan ashyoni yetkazdim. O'zi yo'qning ko'zi yo'q deydilar. Men yo'g'imda qurilish mollarini uyingizga tashigansizda. Meni bilmaydi deb o'ylamang. Sizlarga o'xshagan o'g'rilarning ko'pini ko'rganman. Hozir shahardan usta olib kelaman. Shu uyga qancha sement, qancha g'isht, yog'och, mix, bo'yoq ketganini aniq aytib beradi. O'g'riligingiz oshkor bo'lsa, bu mahallada qanday bosh ko'tarib yurasiz keyin?" Bunday tuhmatga umrida birinchi bor duch kelgan Maqsudning oyog'idan mador qochib, yerga o'tirib qoldi. Qolgan ustalar bir Maqsudga, bir Tolibga qarar, hammalari qo'shni qishloq mahallalardan bo'lgani uchun biri usta boshining o'g'riligiga ishonsa, biri ishonmay hayron qarab turishardi. "Umrimda birovning haqqiga xiyonat qilmaganman. O'g'rilik nari tursin, hatto biror begona odamdan sovg'a ham olmaganman. Ota-onam bizni peshona teri to'kib, ishlab topgan halol luqma bilan boqib o'stirganlar. Men ham bolalarimni shunday tarbiyalayapman. Birovning norozi haqqi kishining xon-umoniga o't qo'yadi, ikki dunyosini kuydiradi. Hali o'g'rilik narsa birovga buyurganini dunyo ko'rmagan. Siz shunday o'ylasangiz o'zingizga va Xudoga havola. Men esa sizni mehnatimga, peshona terimga havola qilaman. Kim nohaq bo'lsa, o'zi jazolasin. Amin." Maqsud shunday deb ish haqini ham olmay, o'zi tiklagan imoratdan chiqib ketdi. Tolibboyevachcha sement quygan, g'isht tergan bo'yoqchi ustalarga kelishilgan puldan ham yarmini berib jo'natib yubordi. Maqsudning duradgor shogirdlari esa o'sha pulni ham olmay, ustozlarining ortidan chiqib ketdilar. Erining abgor avtoda holda kirib kelganini ko'rib, Latofat hammasini taxminan tushundi. Lekin boshqa xotinlarday "Aytuvdim-a sizga, necha marta aytdim" degan so'zlar bilan boshlanadigan malomat qo'shig'ini aytmadi.
jim turdi-da, birozdan keyin sekin ammo qat'iy ohangda: "Ilohim, o'sha uyga kirgan odam ro'shnolik ko'rmasin, o'sha uyga oyoq cho'zish nasib etmasin, birovlarning mehnatini xor qiladiganlarni Allohimning o'zi xor qilsin" dedi. "Qarg'ama birovlarni, qarg'ama deyapman senga", xotiniga baqirdi Maqsud. "Kim haq, kim nohaq, xalq ham biladi, haq ham biladi. Qarg'amadim dadasi, siz o'ylamang, biroz dam oling, tinchlaning. Shirguruch qilgandim, sariyog' qilib suzib beraman. Jon dadasi, bolalar bilmasin-a", ko'ngli o'ksiydi. Maqsud indamay boshini egdi. "Shunday soliha, farosatli, fayziyob ayolni taqdirimga bitganing uchun o'zingga shukr egan" degan shukronalik ko'nglidan kechib, ko'zlarini yengi bilan artib qo'ydi. Shu voqealarga ham 3 yil bo'libdi. Tolibboyvachchaning kenja o'g'li yangi qurilgan hovli uyga ko'chib o'tgan yili mashinasida poyga o'ynayotib, bir yo'la 2 insonning umriga zomin bo'lib qamalib ketdi. Endi 4 yashar nevarasi o'sha bobosi atay baland qurtirgan ayvon boloxonasidan yiqilib tushib vafot etibdi. Maqsud aybdorlik hissi iskanjasida qoldi. O'shanda urib yengib pulini olganida, dilida norozilik qolib ketmaganida, balkim shu norasida begunoh go'dak bunchalik ayanchli o'lim topmasmidi? "Siz kuyinmang dadasi", Latofat xuddi erining qalbidan kechayotgan og'riqlarni o'qigandek gap boshladi. "Tolibboyvachcha bir sizni emas, juda ko'pchilikni norozi qilgan. Hali biror kishini ko'rmadimki, undan rozi bo'lgan bo'lsa. Hatto bir davrida onasi ham shu o'g'lidan norozi bo'lib gapirgan ekan. Marhum otasi ham o'g'liga bu ishlaring yaxshi emas, tijoratda halol bo'l, haromdan nazar qil degani uchun Tolibboyvachchangiz otasi bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan ekan. Afsus, uning qilmishlari jabrini begunoh farzandlari, nevaralari to'layapti". Maqsud uyga botgancha xotinining gapini boshi bilan tasdiqlab qo'ydi.